Aleyküm dostlar. Sizler bilan yana eşim ben yani Jalonbek Gaming kanalı dostlar. Bugün dostlar fakat Ronaldo'da gol vuruş challenge'ini qilamiz. Mana Cristiano Ronaldo YouTube kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Ana dostlar Cristiano Ronaldo. Do'stlar bu safar do'stimni ham qo'shganman. U hozir yo'lda endi kelib bo'lsa kerak. Lekin bu videoda u enaqa uni montaj qilib qilsak montajlar to'g'rilaveramiz. Cristiano Ronaldo. What? Do'stlar, FC Mobile o'ynaydiganlar bo'lsa, o'g'ringlar yozib ketinglar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mana do'stlar. Do'stlar, har doim videosi birpasda tugab qoladi, lekin do'stlar bu safar birpasda tugatmaymiz, chunki Ronaldo o'rniga Rafinha tushish kerak edi, ammo men tushirmadim chunki bu o'yinda umuman Ronaldoni olib tashlamaymiz. Do'stlar 560 ta rank up qilsak, undan keyin Ronaldoni 121 qilamiz do'stlar. Ronaldoni 121 qilaylikmi yoki Thierry Henryni 121 qilaylikmi do'stlar, o'zingizlar aytinglar. Kommentariyada eng ko'p ovoz yig'ilganda 121 qilamiz do'stlar. Ana do'stlar, tugab bo'ldi. Do'stlar, Madlen Banana Gaming'lar open packlarni to'g'ri donat qiladi. Lekin bizga ham obuna bo'laveringlar. Do'stlar, akkaunt ko'rmaganlar diqqatiga. Mana do'stlar, akkaunt